Ma'lumki islom dini insonlarni o'zaro mehr muhabbatli, ahil inoq, bir-biri bilan doimo bahamjihat yashashga buyuradi. Odamlar orasini isloh qilishga buyuradi. Qalblardagi gina, kudurat, adovat, hasad, ko'rolmaslik kabi illatlarni chiqarib tashlashga buyuradi. Va mana shu odamlarning orasini isloh qilish, gina adovatlarni yo'qotishga harakat qilish, ya'ni odamlarning o'rtasini isloh qilish eng ulug' amal ekanligi dinimizda ta'kidlanadi. Alloh taolo Anfal surasida shunday marhamat qiladiki, Bismillahirrohmanirrohim. Fattaqulloha va aslihu zata baynikum. Allohga taqvo qilinglar va oralaringizni isloh etinglar. Ushbu oyat karimada Alloh taolo siz va bizni taqvodor bo'lishga chaqiryapti. Taqvodor bo'lish o'zidan qo'rqish, Allohning aytganini qilish, qaytargandan qaytish kabi sifatlar bilan sifatlanishimizga buyuryapti-da va taqvodor bo'lish kerakligi haqidagi buyruqni izidan birdan va aslihu zata baynikum, o'rtalaringni isloh qilinglar deb buyuryapti. Ya'ni mana shu oyatdan ko'rinadiki, odamlarni orasini isloh qilish, odamlarni o'rtasini kelishtirib qo'yish, yarashtirib qo'yish eng ulug' ishlardan ekanligi mana shundan bilinadi.